Xo'p, demak, Python dasturlarida sikllar, for va while sikli haqida gaplashamiz bugun. Birinchi for sikldan boshlaymiz. For sikli. Demak, kodni muayyan marta takrorlaydi. Muayyan marta degani, demak, bizda bu so'ralgan marta deyman. Marta takrorlaydi. For sikli takrorlanishlar soni oldindan ma'lum bo'lganda ishlatiladi. Takrorlanishlar soni demak, umumiy ko'rinishi for ixtiyoriy o'zgaruvchi deb yozmayman, chunki o'zgaruvchi bo'lsa ham bo'ladi. Ixtiyoriy o'zgaruvchi operatori funksiya deymiz. Funksiya funksiya nomi. Demak, bizda bundan keyin oxirida ikki nuqta qo'yamiz. Bitta tab tashlaymizda, keyin sikl tanasi. Avvalroq ketdi yo'q. Ana endi ixtiyoriy o'zgaruvchi. Ixtiyoriy o'zgaruvchi bu ko'p hollarda, endi hamma har xil, kimdir so'z yozadi, kimdir harf yozib qo'yadi. Ko'p hollarda x yoki x i keladi. Xohlasangiz sizlar o'zlaringizga yoqqan birorta so'z yozishingiz mumkin. O'zgaruvchi nima ekanligini bilsanglar kerak. O'zgaruvchi bizda demak raqamdan boshlanmasligi kerak, lotin alfabeti bo'lishi kerak, arifmetik amallar qatnashmasligi kerak. Tire bo'lish belgisi, ko'paytirish belgisi o'shanaqa bo'lmaydi, faqat tag chiziq qatnashgan bo'ladi. Ikkitalik so'z yozmoqchi bo'lsanglar, masalan, funksiya nomi degan o'zgaruvchi e'lon qilgan bo'lsak, tire bilan emas, pastki chiziq bilan nomlaymiz yoki bo'shcha qoldirish mumkin emas o'zgaruvchiga. Ikkita nomi ikkita so'zdan iborat bo'lsa, demak tag chiziq bilan ajratib yozsak bo'ladi. Tire bilan yoki tenglik bilan nomlab bo'lmaydi. Faqat tag chiziq ikkitaliklar. Ixtiyoriy lotin alfabetining ixtiyoriy harflari yoki o'sha harflardan tashkil topgan so'zlar ham bo'ladi. Faqat raqamdan boshlanmasligi kerak. Keyin tinish belgilari, bo'lish, ko'paytiruv, arifmetik amallar qo'yilmaydi. Shu. Ixtiyoriy o'zgaruvchiga shu misol. Funksiya nomi ko'pincha funksiyaning o'rniga bizda range funksiyasi keladi. Ko'p hollarda range yoki ma'lumot turlari. Ma'lumot turlari emas, birdan ham o'zgaruvchi bo'lib keladi. Mana funksiya nomi yoki o'zgaruvchi deb qo'yish mumkin, chunki o'zgaruvchi ham o'zi kelib qolishi mumkin. Rangening ichiga qo'ysanglar bo'ladi yoki ma'lumot turini bitta alohida o'zgaruvchiga e'lon qilib yozsanglar bo'ladi. Hozircha faqat range deb o'rnatilmasa, range deb keldi. Endi bitta misol beramiz shunga yarasha. Mana qaranglar. For o'zgaruvchi ixtiyoriy o'zgaruvchining o'rniga i qo'ydim mayli. I harfini qo'ydim. In operatori va funksiyaning nomiga range qo'ydim. Range funksiyasini qo'ydim va xavf qo'ydim. Endi ichida bor ikki nuqta qo'yamanda, keyin bitta tab tashladi. Bu men hozir o'zim qo'lda qo'yapman. Python dasturida o'zi qo'yib beradi bizga.
Har doim mana shunga e'tibor bersanglar, ikkita nuqta qo'yganlaringizdan keyin enterni bossanglar, bizda xat bo'shdan boshlanadi. Mana tab tashlanadi, bunday tab tashlanadi, ana shu holatda turiladi. Har doim mana shunday. Mana shu yerdan biron ixtiyoriy so'z yozdim. Masalan, if shart operatorni ishlatib bunga shart berdim masalan, ikki nuqta qo'yib enter bosganimda bu yana xat bo'shda mana bunday holatda bo'ladi. Shundan yana bitta tab tashlagan bo'ladi. Bir abzas nima deydi endi xat bo'shida xullas. Shunaqa. Buni yozdim. Hozir shunday sikl tanasi deb qo'yaman. Sikl tanasi. Endi range haqida o'zga ma'lumot beramanda, keyin faytni o'tamiz. Range yoziladi. Buning ichida 3 ta atributi bor. Demak, start, stop, step. Inglizchani ko'pchilik biladi. Demak, bizda start boshlanishi, stop tugashi, step qadam. Bundan kelib chiqadi, boshlanish tugashi qadam deydimi? Bizdan rangening ma'nosi diapazon yoki oraliq. Va bu qanday oraliq? Va bu birinchisi mana oddiy qavs, ikkinchisi to'rtburchak qavs va bunisi oddiy qavs. Ya'ni start stop steplarning o'rnida bizga yoki raqam keladi yoki o'zgaruvchi keladi. O'zgaruvchiga ham qiymat berib o'zlashtirib qo'ysak bo'ladi demoqchiman. Va ana shunday. Startdan boshlandi, tugashi o'shanda tugagan joyini olinmaydi. Step qadam. Endi tushuntirish mana shunday olib, buni qaytadan tushuntiraman. Qo'yib boshladik, qarang. Ko'rindi hammaga ekran. For o'zgaruvchining nomiga in operatori va range. Rangening ichiga start, stop, step edi. 2dan boshlab o'ngacha 3 qo'ydim. Demak, 2dan boshlab o'ndan tugat. Shu 2dan o'ngacha bo'lgan oralig'da 3 qadamda qiymat ol. Qiymat ol. Ya'ni bu nima bo'ldi? Javobi 2dan boshladim, 2ga 3 ni qo'shdim, 5, 5ga 3 ni qo'shdim, 8, 8ga 3 ni qo'shdim, 11. Demak, 2dan 10gacha degan oraliq bor edi bizda. 11 kirmaydi. Bizda natija 2, 5, 8 chiqadi. Shu narsani shunday tekshiramiz. Demak, 2 nuqta qo'ydim. For sikllarda va shart operatorlarda ishlatilgandan keyin har doim 2 nuqta qo'yasizlar. Shart berilgandan keyin. Sikl tanasiga oddiygina print yozib qo'yaman. Print i'ning qiymatini chiqar. Natija mana 2, 5, 8 chiqdi. Biz yozganda. Demak, 2dan boshlab diapazonimiz mana bu ko'rinishda. 2 nuqtali virgul 2 nuqtali virgul ön kirmaydi. Ön agar mabodo 3 qo'shib ketayotganda o'nga to'g'ri kelib qolgan paytda ön olinmaydi. Eslaringizdan chiqariladi. Shu oraliqdan 3 qadam bilan qiymat ol bo'ldi. Tushundinglar? Sizlarga men hozir tushuntirmagan narsam in operatori edi. In operatori demak sikllarda, mana shu siklda o'zlashtirish vazifasini bajaradi. Ya'ni bu nima degani? I'ning qiymati 2 dan boshlab birinchi 2 belgiladik. 3 qo'shgandan keyin i'ning qiymati endi 2 ga 3 qo'shgandan keyin 5 bo'lsin.
va i'ning qiymati 3 qo'shganda 8 bo'lsin. 3 qo'shganda 11 bo'lyapti. Diapazondan chiqqandan keyin bu ishlamaydida. Bizdan shu 3 ta qiymat chiqariladi. Xo'p, salgina osonroq qilamiz. For i in range. Bizda holatlari ko'p. Qadam uni berib qo'yadi. Boshlanishini berib qo'yadi. Oxirini berib qo'yadi. Qadam bermasligi mumkin. Agar qadam bermasa, to'xtang. Bitta hozircha faqat boshlanish berib qo'ysa. Masalan, boshlanish ham emas. Shunday 6 harf yozib qo'ysa raqamda. Bu bizda boshlanish emas. Bu oxiri bo'lgan bo'ladi. Oxirdagi qiymat. Chunki agar boshida hech qanday qiymat yozilmasa, bu 0 dan boshlab 6 gacha davom etdi degani. Shu 0 dan boshlanganligi uchun bizda shunday to'g'ri yozadi. 1,6 qo'ysam 1 dan boshlab ketadi. Men hozir qiymat qo'ymadim. Shu i'ning qiymatini chiqar dedim. Bizda i'ning qiymati nima bo'ladi? 0 dan boshlab deyiladi. Hech qanday qiymat yozilmadim, demak 0 dan boshlaydi. 0 1 2 3 4 5. 6 qiymati olinmaydi. Tekshiramiz. Mana bu yerda men yozib qo'yibmiz. Mana 0 dan boshlab 5 gacha oxirdagi diapazon olinmadi. Buning umumiy ko'rinishi asli holda 0,6 ko'rinishda edi. Bizda 0 dan boshlanganligi uchun bu yozilmaydi va qadamimiz bittaga oshib ketayotganligi uchun mana bu bir ham yozilmaydi. Umumiy ko'rinishi mana bu holatda. Tushunarli bo'ldimi? Hozir yana keyin qolgan joylarda yana davom etamiz. Sizlarga men eng muhim joyini tushuntirib o'tdim. For i in. Endi men ko'p hollarda i ishlataman. Sizlarga aytdim bo'yagida xohlaganda so'zni ishlasanglar bo'ladi. Mana bu holat bor. Demak, bu qanday holat? Bunimiz kim aytadi mana shu holat qanday bo'ladi endi? Biladiganlar bormi? Nima qiladi shu? 6 gacha chiqarib berdi. 0dan 6gacha oladi. 0dan 6gacha 6 olinmaydi. 0dan 6 gacha. To'xtang. Mana qavs bo'lsa, to'rtburchak qavs bo'lsa 6 ham olinadi. Yo'q, bu yoqqa unaqasi yo'q. Bundan narsa yo'q. Ha, bo'ldi. Mana ishlatilmaydi. Böyle e'tibor beramiz, xato yozdim. Böyle o'sha narsa. Range'da ishlatilmaydi. Faqat raqam berasizlar. Xuddi mana shu ko'rinishda. For i in range start stop step. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. 3 talik bo'lsa, demak qadam, oxirdagi qadam bo'ladi. Shuni bilsanglar bo'ldi. Boshlanish bor, oxiri bor, qadam. Ko'p hollarda mana bu qadamsiz beradi bizga. Bunga e'tibor berasizlar, qadam bermasa, shuni to'g'ri olib ketasizlar. Qadam berilmadi, demak bu 1. Endi hozircha uncha ko'p narsa bitta narsa ko'rsataman. Masalan, nima deymiz? For i in range 2 5. Bitta narsa. 2dan 5gacha. Print. Aytdim dedim. Mikrofonni o'chiring. Bularni oldinga tomon o'tdi. Demak, bu 2 dan boshlab 3 4 bo'ladi. Ustozlar mikrofonni o'chirib, mana qilaveringlar, gapiravering agar qiziq bo'lsa dars. 2 3 nechta qiymati bor? 3 ta qiymat borligi uchun mana bunday ko'rinishda. Demak, birinchi i tenglik, i ning qiymati 2 bo'lganda bir marta Python so'zi chiqdi ekranga.
Python so'zi chiqadi ekranga. Ikkinchi marta ning qiymati 3 bo'lganda yana Python so'zi ekranga chiqadi. Keyingi safar ning qiymati 4 bo'lganda yana Python so'zi ekranga chiqadi. Boya aytdim sizlarga, mana bu oraliq 2 yu 5, 5 olinmaydi. Mana ning qiymati 5 bo'lganda, demak dastur ishni tugatadi. 3 marta bizda Python so'zi chiqadi. Mana tekshiramiz. 3 marta Python so'zi chiqdi. Endi men bir qatorda yozdim. Bir qatorda yozish uchun ham demak n degan funksiyamiz bor. Demak n funksiyamiz mana shu n tenglik qo'shnilovchiga masalan 5 o'tirishdan bizga bir qatorda 5 joy qoldirib chiqaradi. Oxiriga plus belgisi qo'yilgan. Mana har bir sikl tugagandan keyin orasiga plus belgisi qo'yib berdi bizga. Biz oddiygina shunday 5 joy qoldirsam, bizning qiymatimizni bir qatorda chiqarib beradi. Böyle. Bu formula. Şeydi, sep ham ishlatsa bo'ladi-da. Ha, u sepni ham O'shani aytib ketingda oxirida hali ichkarida bo'lsa tushunmay qoladi ko'pchilik sepni. Sep menimcha ishlatilmaydi chunki kerak emas. Sepimiz qachon ishlatiladi? Ma'lumotlarni ajratish uchun ishlatiladi. Bizda o'zi ajratmayapmiz-ku. Kerak emas. Mabodo agar anonda kelib qolsa, misollarni tushuntirib o'tib ketaman. U ishlatilmaydi o'zi. Bizda faqat n ishlatiladi. Chunki qiymatlarimiz bir nechta qiymat chiqayotgan bo'lsa, bir qatorda chiqarish uchun ishlatiladi. Keyingisi while sikli. While sikli birdan umumiy ko'rinishga o'tib ketamiz. Ko'rinishi. While qandaydir shartli ifoda ikki nuqta va pastdan sikl tanasi. Umumiy ko'rinish mana shu holatda bo'ladi. Shartli ifoda degani mana shuning o'rniga qandaydir shart keladi. Agar shu shart rost bo'lsa, sikl tanasi ishga tushadi. Agar yolg'on bo'lsa, mana shu pastdagi mana sikl tanasi ishga tushmaydi-da, pastda har qanday nimadir bergan bo'lsa, o'sha kodga tushib ketadi. Sikl tanasidan chiqib ketgandan keyin. Shunga ko'ra, masalan, nima qilamiz? Bitta misol ko'rsataman. I tenglik 1 deb qiymat berdim. While I ning qiymati katta bo'lmaydi. Kichik bo'lsa 5 dan deymiz. Bo'lsa print ekranga Python so'zini chiqaramiz. Python. Endi qaranglar. Bu hozir shu turishda tursa, mana shu ko'rinishda tursa, birimiz har doim 5 dan kichik. To'xtovsiz Python so'zini ekranga chiqarib beradi. Qaranglar, ishlatib ko'rsataman. Ketdi. Ko'ryapsizmi? Ko'paygan. To'xtamaydi. O'zim to'xtatdim. Agar bizga necha marta kerak? Shuning qiymatini mana shu ko'rinishga keltirsam, bir marta mana shu Python so'zi chiqdi, I ning qiymati bir marta oshdi. Keyingi safar yana chiqdi, I ning qiymati bitta oshdi. Shu ko'rinishga keladi-da, qachonki mana bu shart bajarilmagan holatdagina keyin to'xtaydi. Qachon to'xtaydi? 5 kichik mana shu ko'rinishga kelganda to'xtaydi siklimiz. Ungacha to'xtamaydi. 1 bo'ladi, 2 bo'ladi, 3 bo'ladi, 4 bo'ladi. Demak, 4 ta Python so'zi chiqqandan keyin to'xtaymiz. Siklimiz mana. 4 ta. 1 2 3 4 yozdim. Mana buni ko'p hollarda dasturlarda I plus tengdir. Mana shuning mana shu yozgan ifodamning qisqartma shakli. Mana orasida plus bor-ku, plusligi uchun shuni yozdi. Buni o'rniga masalan mana bu holatlar bor. I minus tenglik 1. Demak bu I dan 1 da ayirib yana I deb ol degani. Ko'p hollarda S plus teng I deymiz. Bu nima degani? Xuddi shu narsaning o'zi
Faqat s tenglik s plus i. S ga i ni qo'shib, yana s deb ol degani. Bu narsalarga dasturlarda kelib to'xtalamiz, keyin mana shu narsa ekanligini tushunib olasizlar. Arifmetik ifodalarning hammasi ko'rinishda keladi. Minus, plus, ko'paytirish, butun bo'lish, qoldiqli bo'lish, hammasi. Vaylab shularni bo'ladi. Endi men sal tushuntirib o'tyapman. Agar kurs o'tganimizda bularga отдельно forga bitta отдельно dars, while'ga bitta отдельно dars bor. Men hozir sizlarni tushunishlaringiz uchun shunday oddiy ko'rinishga keltirib o'tdim. Bugun olgan misollarimda shart operatorlari bor. Bular if, elif, else. Shu uchta bor. Ko'rinishi. Tepadagi dasturlarning o'sha qismlar, if qatnashgan qismlar. If shart ifodasi 2 nuqta nima deymiz? Dastur kod deb qo'yamiz bo'lsa. Shu shart bajarilsa, demak dastur kodi ishga tushadi. Elif shart ifodasi bu ham bajarilgandan keyin bunga dastur kodi 1 deb qo'yamiz. Hozir yana to'liqroq tushuntiraman. Va elifdan bir necha marta ishlatsak bo'ladi elifda. Else bir necha marta kelishi mumkin. If ham xuddi shunday. Else'da hech qanday shart yo'q. Else'dan keyin ikkita nuqta qo'yasizlar. Dastur kodi 2. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu nuqta qo'yganlarim, demak elif bir necha marta ishlatilgan yoki shuning qasdi if ham bor degani. Endi buning ma'nosi. Birinchi ifdan boshlanadi. Agar shu hozir Telegramdagilar sizlarda savol bo'lsa beraveringlar. Kimda savol bo'lsa chatga yozsanglar ko'raman. Ekranni oq qilishda iloji bor. Faqat boshqasiga o'tishim kerak-da. Endi qulayroq menga shu edi-da. Mana oq. Xo'p. Endi misol olsam. Ana qolib ketdi. Keyinroq qilarkanmiz oqini, chunki unga yozib qo'ydim. Shuni takrorlab bo'ladi. Sal kattaroqlar ko'rinadi, mana shuni qo'ysam, ko'rinadi sizlarga. Ekran ko'ringan yozuvlar ham. To'llar ekran. If shart ifodasi. Demak, birinchi if keladi. Shart tekshiradi. Agar berilgan shart rost bo'lsa, dastur kodida berilgan kodlar ishga tushib bajariladi. Agar shu berilgan shartdan shart ifodasiga 1-2 qilaylik, har xil shart bo'ladi bunga. 1-2. Shart berdik, to'g'ri chiqsa dastur kodi ishga tushadi. Agar
xato bo'lsa, demak elifga tushamiz. Elif shart ifodasi. Agar bu to'g'ri bo'lsa, shuning pastdagi mana dastur kodi 1 degan har qanday yozgan kodimiz ishga tushadi. Agar buning pastida yana bir marta elif yozilgan bo'lsa, shu dastur kodi ishga tushadi. If ham bajarilmadi, elif bir necha marta elif ishlatilgan bajarilmadi va oxirida else kelamizda shu bajarildimi, bajarilmay qoldimi, demak bizda dastur kodi 2 miz 3 bo'lindi. Dastur kodimiz ishga tushadi. Buning ichida mabodo mana if keldi, elifdan keyin yana bir marta if kelgan holatlar bor. Shart deb qo'yamiz buni. Shart va dastur. Tekshirib keladi. If tekshirildi, xato dedi, deb aytdi. Elif tekshirdi, xato. Yana elifga keldik, xato. Keyin qaranglar, ifga keldikmi? Buni tekshirib, to'g'rimi? Shunday o'tib ketadi. Bu ham xato bo'lsa, keyin else ketadi. Agar mabodo birinchi shartni mana shu if tekshirdik, to'g'ri chiqdi. Mana bular bajarilmaydi, to'g'ri chiqsa mana shu yergacha bajarilmaydi. Yana if bajarilgandan keyin buni ham tekshiradi. Bu to'g'ri chiqdimi? Buni ham ekranga chiqaradi. Demak bizda 2 marta anav chiqadi natija. Agar bu ham elif bo'lsa, elif shart deb yozilgan bo'lsa, if bajarilmadimi? Mana bular tekshiriladi. Bu tekshirdi xato, masalan, buni ham tekshirdi xato, buni tekshirdi to'g'rimi? Shuning natijasi chiqdi. Dastur ishni tugatadi. Agar hammasini tekshirib bo'lgandan keyin birontasi to'g'ri kelmasa, else tushadi. Shu elsening qiymatidagi kod ishga tushadi. Bo'ldi. Buning ko'rinishi xuddi shunday. Bu yoqda bor. Endi misollarga qaraymiz. Endi bunga o'taman. Mana bu yerga. Chunki rasmlikda misollarimiz kesib olganman. Hammaga ko'rinyapti mana shu ko'rinishda. Nasib ishlaymiz shu ishlarda. Quyida Python dasturlashtiruvida yozilgan dastur kodi berilgan. Kodlar bor. En o'zgaruvchiga ketma-ket 25, 144, 2882 sonlari kiritildi. Har bir o'zgaruvchi uchun dastur natijasini toping deyapti. Xo'p, sizga men aytmay o'tdim. Mana bu yerda demak en tenglik int input. Har bir shartni hechma tushuntirib o'taman, bir marta faqat tushuntiraman, keyingi safar keyin tushuntirib o'tmayman. En o'zgaruvchi int bu qisqarma so'z integer degani. Integer ya'ni butun sonlar, butun son. Butun son deb qo'yadigan bo'lsa, butun son. Bitta so'ylabda input ma'lumot kiritish va inputning ichida en tenglik degani mana shu n'ning qiymati en tenglik siz kiritadigan qiymat. Umumiy hammasini bitta birlashtirgandan keyin butun sonda kiriting degan ma'nosini bildiradi. N'ning qiymati n'ga butun son kiriting. Butun sonlarga demak minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha. Tushundingizmi? Minus sonlar 0, keyin musbat sonlar. Manfiy 0, manfiy 0, musbat. Ana shunaqa manfiy, har qanday manfiy son, har qanday musbat son va 0 kiritilishi kerak. Shunday shart qo'yilyapti. Int kelganda buning o'rniga boshqa so'zlar ham keladi. Masalan, float kelishi mumkin, kompleks kelishi mumkin.
Masalan, yozilmay kelishi mumkin. Bular alohida o'rgatiladi. Buni kiritib ko'rsataman nima ekanligini. Bo'ldi, mana shunday ekan. Ketdik. Enter input debdi. Enga butun son kirit dedi. Entenglik. Bizga aytyapti enga 25, 144, 2882 kiriting deyapti. Ketma-ketlikda birinchi 25 kiritib ko'ramiz. 25. Pastga tushdim. A tenglik n. Qatib to'g'raymiz. A tenglik n. Bu degani A ga n ning qiymatini o'zlashtir. N ning qiymati necha bo'lsa, A ning qiymati ham xuddi shunday bo'lsa degani. Ya'ni A ning qiymati ham 25 bo'lsin. B ning qiymatini aytdi. B tenglik 0. Pastga while sikli keldi. Shart degani mana shu n katta 0 bo'lsa agar, n ning qiymati 0 dan katta bo'lsa, mana shu sikl. Sikl tanasi degan joyi mana shu yer, sikl tanasi belgilangan joy. Sikl tanasi mana shu. Agar n ning qiymati 0 dan katta bo'lsa, mana shu shakl, mana shu shart xato bo'lguncha, mana sikl tanasi n 0 dan kichik bo'lgan holatlargacha ishlab ketaveradi to'xtovsiz. Qachon n'imiz demak 0 dan kichik degani 0 va 0 dan kichik sonlar, 0 dan manfiyga qarab ketdik. 0 dan boshlab manfiy sonlar kelganda mana shu sikl ishni to'xtatar ekanda, keyin mana bu ifga yoki else ga tushar ekan. Tushundinglar? N ning qiymati 0 dan kattami deb shart qo'yildi. Tekshiramiz. N ning qiymati 25 edi. 25 0 dan kattami deb shart qo'yildi. Bizda 25 0 dan katta. Demak, mana shu siklga o'tamiz. To'xtashimizdan keyin aytib ketaman. Bizda mana bu foiz belgisi bor. Foiz belgisi mana bu yerda yozaman. Qoldiqli bo'lish. Berilgan sonlarni bo'lasizlarda qoldiqni javob sifatida olinglar degan. Qoldiq toping degan xullas. Qoldiq deb qo'yamiz. Qoldiq foiz belgisi. Qoldiq. Endi o'nga bo'lgandagi qoldiqni toping deyapti-da va shunga qulga o'zlashtiring shu qiymatni. N'imiz 25, 25 ni o'nga bo'lganda qoldig'imiz 5. Qoldiq bo'lishni bilsangiz kerak. Demak 5 bo'ldi. B ga keldik. B ning qiymati. O'nni B ga ko'paytirib, quvni qo'yish deyapti. B bizda 0 mana. O'nga ko'paytirsam baribir 0. 0 ga quvning qiymati 0 ga mana bu 5 ni qo'yish dedi. Necha? B ning qiymati ham 5 ekan. Pastga 3-xatoga keldik. Endi ikkita mana bu belgi butun bo'lish. Demak, endi o'nga bo'lganda butun qismini toping degan. Butun deb qo'yaman. N'imiz 25, 25 ni o'nga bo'lganda butun qismimiz necha? Pastga yozaman 25 ni o'nga bo'ldik. Ikkitadan bor 20 mana bu 5. Demak, mana bu qoldiq foiz belgisi, mana foiz deb qo'yaman. Mana bu ikkimiz mana bu belgi hisoblangan butun qismi. Demak, bizda n ning qiymati 2 bo'ldi. Siklning oxirigacha keldik. N ning qiymati 2 bo'ldi. Endi sikl ishni to'xtatmaydi. Yana tepaga keladi, mana bu yerga keladi. N ning qiymati 2 bo'lganda holatda tekshiramiz. Tekshirdik 2 holda xullas. 2 holda 2 ni tekshirdim. 2 kattami 0 dan? 2 0 dan katta. Yana bir boshlaymiz. Quvning qiymati 2 ni o'nga bo'lganda qoldiq so'rayapti. Kichik sondan katta songa bo'lganda qoldig'imiz har doim o'sha kichik sonning o'zi bo'ladi. Ya'ni 2 bizda. 2. B ning qiymati nima bo'ladi?
B'ning qiymati bizda o'nni ko'paytirib B'ga deyapti. B'ning qiymati 5 edi. O'nni 5 ga ko'paytirib Q'ni qo'yish. O'nni 5 ga ko'paytirsam 50, Q 2 chiqib qoldi. 52. N'ga keldik. 2 ni o'nga bo'lganda butun qismi 0 butun qilib qo'yamiz, to'g'rimi? Buning orqasiga 0 berish uchun. Mana shu narsa 0 bizda, mana butun qismi ekan. N'ning qiymati 0 bo'lib qoldi. Ana shu yana tepaga kelib tekshiramiz. 0 kattami 0 dan shart qo'ydi bizda. To'g'rimi? 0 0 dan katta bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun siklimiz ishini to'xtatadi va ifga keladi endi buradan. Ifga qaytamiz. If bizda mana bu undov va tenglik belgisi. Bu teng emas degani. Teng emas. Teng emas degani. A ning qiymatini so'rayapti bizdan. A B ga teng emasmi deb shart qo'ydi. A ning qiymati bizda necha? 25. B ning qiymati 52. 25 52 teng emas, to'g'rimi? Demak bu to'g'ri shart qo'yilyapti. Shart rost chiqdi. Boya aytdim, ifda agar shu shart rost bo'lsa, mana shu operativ ifoda bajariladigan. Demak print n. N ni ekranga chiqaryapti. Bizda javob hozircha javobni mana bu yerga yozib qo'yaman. Birinchi tekshirganimizda n chiqdi. Endi ikkinchi marta n ga bizga 144 qo'yilyapti. Xo'p, n ning qiymati 44 bo'lganda a ning qiymati ham 44 deb qoladi. 144 deb qoladi. A tenglik 144. B ning qiymati hali ham 0. Chunki dastur boshidan boshlandi. 0. Shartga keldik mana bu yerga. N ning qiymati 0 dan kattami? 144 kattami 0 dan deb shart qo'ydi. Agar rost bo'lsa, bu rost bo'lsa agar mana belgilangan joy siklimiz ishga tushadi. Ya'ni 144 0 dan katta. Shu sikl bajaramiz. Q'ning qiymatiga kelamiz. Bu qism ajratuvchi joy bor. Ajratib qo'y. Q tenglik nima deyapti? N ni o'nga bo'lganda qoldiq top. 144 ni o'nga bo'lsak, bizda 4 qoldiq qoladi. B ga kelamiz. B ning qiymati 0, o'nga ko'paytirsam ham 0, Q ning qiymatini ol dedi. B ning qiymati ham 4 deb qo'ydi. N ga kelamiz. N tenglik o'nga bo'lganda butun qismi 144 ni o'nga bo'lsam butun qismi 14. Xo'p, 14. Demak, bu pullik sikl ishni to'xtatmaydi. Chunki n'imiz 0 dan kichik emas hali. Tepaga chiqamiz. N ning qiymati 14 deb qo'ygan. A ning qiymati necha deb qoladi? A teng n bo'lsin degan. A ning qiymati 14 deb qoladi. To'xtang. Chalg'ida. Mana bu yerdan boshlab ketamiz. Mana bu yerdan tepaga qaramaymiz. U joyda turadi qiymatlari. Demak, 14 kattami 0 dan deb shart qo'ydik. 256dan aylanib 300. Demak, 14 0 dan katta. Q'ga kelamiz. Q nima deyapti? N ni o'nga bo'lganda qoldiq top deyapti. 14 ni 14 ni o'nga bo'lsa qoldiq yana 4. B ga tushamiz. B o'nni B ga ko'paytirib Q'ga qo'yish deyapti.
Bizda b'ning qiymati bor mana 4. 4 ni o'nga ko'paytirib qni qo'shamiz. Necha? 44. N'ga kelamiz. 14 ni o'nga bo'lganda butun qismini top. Demak 1 14 ni o'nga bo'lsa. 14 ning ichida n bitta bor. O'sha uchun n teng 1. Mana bu shartni hisoblayman, xalaq ber ekan bizga. N ning qiymati 1 katta 0 dan. Shart bajarildi. Q'ga kelamiz. 1 ni o'nga bo'l qoldiqlar. Kichik sonni katta songa bo'lsam, qoldiq o'zi bo'ladi. Kichik sonning o'zi. B ga keldik. B ning qiymati 44. O'nga ko'paytirib q'ni qo'sh dedi. 441 bo'lib qoladi. O'nga ko'paytirib quyimiz 1 ko'p 1 ni qo'shdim. N ning qiymati 1 ni o'nga bo'lganda butun qismi 0 bo'ladi. 0. Va shu yerda sikl ishimizni to'xtatadi-da, mana bu ifga kelamiz endi. A teng emas B degan shart. A bizda nima bo'lib qoldi? 144 teng emas B ning qiymati 441. Haqiqatan ham 144 441 ga teng emas. Shu shart bajarilgan ekan, demak javob yana n chiqadi. Bizda ikkinchi javobimiz, javobni qayerga yozildi? Yana n chiqadi. Ikkita javobda shunaqa bor ekan, mana bunda va mana bunda. Demak, uchinchisini tekshirishga majburmiz. N tenglik sal ko'proq ma'qul ekan. 2888 sal tezlasam maylimi, endi yozmay tursam. Yana bitta misol tugataymi? Xo'p, A ning qiymati ham shu bo'lib qoldi. B ning qiymati 0 hali ham. Mana bu teng A deb qo'yaveraman hozircha. Voy, n'imiz katta. Q'ni topaman. Endi bo'ldik. O'nga qoldig'imiz 2. Oxirgi son bo'ladi har doim. 0 bo'lsa qoldiq qolmaydi. 2 bo'lib bo'lsa 2. Mana bunda 4 edi 4. Mana bunda 5 edi 5. Har doim shu o'nga bo'lsak, qoldiq oxirgisi bo'ladi. O'nga bo'lganda. B tenglik. B ni o'nga ko'paytirib q'ni qo'yish. B imiz 0 bo'lganligi uchun quyimiz yana B2 bo'lib qoladi. Quy 2 ko'p. N. Butun qismini O desa, bitta tashab yozamiz. 288. Butun bo'lishda o'nga bo'ldim, butun qismi 288 chiqib qoldi. Bu ketdi. Endi qaytib kelamiz. 288 miz 0 dan katta. B ning qiymatini topamiz. Mana bundan boshlab Q ning qiymati B bor-ku. Q ning qiymati 288 ni o'nga bo'lib qoldiq top. Oxirgi 8 olamiz. B nima bo'ladi? B ning qiymati 2, o'nga ko'paytirib Q'ni qo'sh dedi. 2 kara 10 20, Q bilan 28. Endi o'nga bo'lsam 28 qoldi endi. Bitta chiziq tortaman men. Mana chiziq tortib pastga yozib ketaman. Endi 28 deb qoldi. Tepaga chiqdik. N 0 dan katta. Demak, yana Q topamiz. Q tenglik. Endi o'nga bo'lib qoldiq top. Mana n'imiz 28, o'nga qoldiqli bo'lganimda yana 8 qoldiq. B-chi. B ga 10 ni ko'paytir. B bizda 28 mana. 28 ga 10 ni ko'paytirib, Q'ni qo'shamiz. 280 ga quyimiz 8, 288. N ga keldik. N ning qiymatini o'nga bo'lib, butun qismini O. Demak, 28 ni o'nga bo'lsam, butun qismi 2. 28 ning ichida 10 2 marta bor. N teng 2 bo'lib qoldi. N musbat sonligi uchun 0 dan katta. Yana Q'ni topamiz. Q tenglik. Endi
o'nga bo'lib qoldiq ol deyapti. 2 ni o'nga bo'lsak qoldig'i 2 bo'lib qoladi. Har doim shunday. Kichik sonni katta songa bo'ldingizmi, qoldiq kichik sonning o'zi bo'ladi. U teng 2. B ga keldik. B tenglik. O'nga B ni ko'paytirib, pulni qo'yish. B 288 edi. 288 ga o'nga ko'paytirsam 2880, 2 ni qo'shsam 2888 kelib chiqdi. Endi 2 ni o'nga bo'lib butun qismi 0 bo'ladi. Bundan kelib chiqadi bizda B mana bu, A'imiz mana bu. 2888 teng emas 2888 deyapti. Rostmi? Xato. 2888 ga teng. O'sha uchun bizda if ishlamaydi-da, else ishlaydi. Print y chiqsin dedi. Demak, mana y chiqdi. Bizda javob n y chiqdi. A javob turibdi. Birinchi misol tushunarli bo'ldi. Endi bunchalik mayda qilib tushuntirmayman. Ikkinchi misol. Chunki vaqt ko'p bo'ladi. Yo'l ko'ryapti hammaga. Dastur. From mass import SQLT. Demak, mass degan kutubxona bor bizda Pythonda. Shu mass kutubxonaning ichidan SQLT degan funksiyasini chaqirib ol deyapti dasturga. Bu degani faqat mana shu dasturimizda, mana shu to'liq dasturda mass degan funksiya ishlaydi faqat. Mass funksiyaga kutubxonasiga tegishli qolgan funksiyalar ishlamaydi. Faqat SQLT ni ishlataman deb berilyapti. SQLT. Demak, SQLT bu kvadrat ildiz. A sonni ildizga olganda xullas. Bizda hozir n kelyapti ekan. N deb bilamiz. Kvadrat ildizni hisoblaydi deb ko'rsanglar bo'ladi. SQLT o'zi Pascalda ham bor, Excelda ham bor, hammasida bor. Pastda int input demak integer tipiga mansub son kiriting. Demak, butun sonlar kiriting deyapti. Bizda aytyapti 5, 15, 25 kiritasan deyapti. Birinchi 5 kiritamiz. Check false. Bizda false yolg'on degani. False yolg'on, mana bu nol yolg'on, none yolg'on. Mana shu 3 ta holat. Yana bor yana birikkalari bizga kerakli olishcha. False yolg'on qiymatni bildiradi, yolg'on. Check degani bizda bu o'zgaruvchi e'lon qilyapti. Check har doim eslaringizda qolsin. Mana qanaqadir so'z kelib, uning davomidan tenglik kelsa, mana bu narsa o'zgaruvchi bo'ladi. Masalan, bitta mana boshqa bunday kelib qolsa, masalan print house bilan boshlanib, buning ichida nima bo'lsa, bu funksiya bo'ladi. Funksiya. Qanaqadir a degan sonni, x degan son nuqta append deb qo'yamiz mana. add deb qo'yaman. add mana bu ko'rinishda kelsa yoki o'shaning oldida mana bu yerda nuqta ishlatilsa, bu metod bo'ladi. Shu uch joni farqiga boramiz deb, boringlar demak. Ko'pchilik kiradida uncha Pythonda ishlamaganlar check degan funksiya ma'nosida qanday vazifani bajaradi deb bizga savol berib qo'yadi. Yoki mana check degan metod tushdi, qanaqa metod deydi. Bu lekin check kelyapti-da, davomdan tenglik kelyapti. Bu funksiya ham emas, metod ham emas. Bu o'zgaruvchi. Tushundinglar-a? Xo'p, demak, unga 5 qiymatni qo'y dedi. Mana 5 kiritdik, 5 kiritdik.
CK degan demak o'zgaruvchimiz bor, uning qiymati false. Yolg'on ekan uning qiymati. Q degan o'zgaruvchi beryapti bizga. Q degan o'zgaruvchi int deyapti butun son sqrt kvadrat ildiz n. N'dan ildiz olib butun songa o'zgartir degani. Ya'ni n'imiz 5 edi. 5 ta mana int qo'yamizda int yozib qo'yaman. sqrt n 5 dan ildiz olsa tavakkal 2,2 bo'lamiz. 2,2. Demak bu bizda butun son deb ol degani 2 deb ol degani. Butun joyini olib qo'yasiz, tamom. Xo'p, q'ning qiymatini ham topdik. Siklga keldik. Siklda mana bunday yozaman. For i in range. Demak, 2 q'ga 1 ni qo'shib bo'lyapti. Q'imiz 2 bo'lsa 3 bo'lib qoldi. Bunda i ning qiymati nechta bo'lib qoladi bizda? I ning qiymati necha? i'da bitta qiymat bo'ladi faqat. I teng 2 bo'lib qoladi faqat. Chunki bizning oraliq mana bu holatga kelyapti. Mana 2 dan 3 gacha oraliqda mana shu oraliqqa qaysi son tegishli? Faqat 2. Demak, i ning qiymati 2 ekan. Mana. Faqat 2. I teng 2 ekan. If deyapti. Demak, mana bu bizda shu siklning ichi mana bu yergacha. Aytdi. Mana buni aytyapti. If agar degani. Agar house qo'ysanglar ham biladi, qo'ymasanglar ham biladi. N ning qiymati bizda 5. 5 ni qoldig'ini bo'lganimizda i ning qiymati 2. 2 ga shu qoldiq tengmi 0 ga deyapti. Bizda mana bu ikkita tenglik, mana ikkita tenglik aynan teng degani. Aynan teng. Mana olsa keladi ikkita tenglik. 5 ni 2 ga bo'lgandagi qoldiq aynan 0 ga tengmi deb shart qo'ydi bizda. Bu xato. To'g'rimi? Xato bo'lganligi sababli bu yo'q bajarilmaydi. Mana bu bajarilmaydi. Va to'g'ri if o'tib ketamiz. Break bor bizda break. Break bu sikl ishini to'xtatadi. Stop sikl deb o'zib siklni to'xtataydi. If o'tamiz. Hozir buning ichiga breakga tushmaydi, chunki if bajarilmadimi? Bo'ldi. If bajarilmadi, i ning keyingi qiymatiga o'tadi, i ning qiymati boshqa qiymati yo'q. Sikl tugadi shu bilan. Breakgacha bormadik. Esingizda qolsa, endi yozilganligi uchun yozib ketdim, nima ekanligini bilishingiz uchun. Bu breakgacha kela olmaydi, chunki if ning qiymati yolg'on chiqib qoldi bizga. O'sha uchun breakgacha kela olmadi. Mana bu ifga kelamiz endi, if tekshiramiz. False aynan tengmi falsega? Ha, albatta. Demak, javob rostligi uchun y chiqadi mana. Print y chiqadi edi, mana bu chiqdi. Birinchisi shu edi. Endi n tenglik 15 ga keldik. N teng 15. kiritdik. Bu qimirlamadi. 15 dan ildiz olib butun songa aylantirdi. Birdaniga aytinglar. 15 dan necha ildiz chiqadi? Taxminan 3,9 deylik mayli. 3,9. Butun qismi 3. 3 olamiz. Chunki 4 gacha bo'lmaydi. Bu 3 ekan. Endi forga keldik. Forning qiymati
ikkimiz bor, quvga birni qo'sh. Quyimiz 3 bo'lgandan keyin mana bu 3 emas endi 4 deb qoladi. Bundan kelib chiqadi i'ning qiymati 2 ta ekan. I teng bo'lishi mumkin 2 ga yoki 3 ga. Ikkita qiymat bor, tamom. I teng 2 bo'lgan holatni ko'rdik. To'g'rimi? Chunki mana bu yerda i 2 bo'lib qoldi-ku. Haq tekshirib mumkin bunga xato qilamiz. If agar n'imiz 15. 15 ni qoldiqlab bo'lganimizda i'imiz 2 ga aynan teng bo'lsa nolga. Rostmi? 15 ni 2 ga bo'lsak, 90 ni 100 ga bo'lsak qoldiq chiqmaydi. 90 ni 100 ga bo'lsak qoldiq chiqadi degan. Nolga teng bo'lmaydi. Mana, katta o'qildi. Demak, bu xato. Chiqib ketdi, mana bu yoqqa kelamiz. Xato bo'lib qoldi, break, sikl ishni to'xtatsin dedi. Tepaga qaytamiz, endi i ning qiymati 3 bo'lgan holat. I ning qiymati 3 bo'lsa, 15 ni 3 ga bo'lsak, qoldiq aynan teng nolgami? Albatta, 15 ni 3 ga bo'lsak, qoldiq yo'q. Demak, ifning pastiga tushamiz, mana bu yerga. Chekning qiymati endi bizda boya false edi. Bizga kelganda endi chekning qiymati true bo'lib qoldi. True bu rost degani. True bo'lib qoldi. Va sikldan chiqdi endi. Chiqib ketdik. Ifga kelamiz. True aynan tengmi false'ga? Bu yolg'on. Demak, buni tashlab ketib else'ga tushamiz. Else print n'ni chiqaryapti. Demak, bizda keyingisi n ekan. Yigirma beshni ham xuddi shunday tekshirib chiqamiz endi. N tenglik 25. Check bizda false. Bir boshdan boshlab o'sha uchun. For i in range. Qo'qib ketdi. Qu tenglik. Int esportda n degani 25 dan 5 chiqadi. Q'ning qiymati 5 va 1 ni qo'shamiz. 2 dan 5 ga 1 ni qo'shsam 6 gacha. I ning qiymatlari 2 3 4 5 bo'lar ekan. Qo'yib I ning qiymati 2 bo'lganda tekshiramiz. If agar n ning qiymati 25 ni qoldiqli bo'lganimda 2 ga aynan teng nolga deyapti. Yo'q. Demak, ifning ichiga tushmaydi, sikl tugatdi ishini. Keyingi safar i ning qiymati 3. 25 ni 3 ga bo'lib ko'ramiz endi. Qoldiqli bo'lish 3 aynan tengmi nolga? Yo'q. 25 ni 4 ga bo'lamiz. Qoldiq nolgami? Yo'q. Demak, tashlab ketamiz. 25 ni qoldiq bo'lamiz 5 ga. Qoldiq aynan teng nolgami? Ha, nolga teng bo'lib qoldi. Demak, i ning 4-qiymatida 4 kelib qoldi. Keyin ana endi yana check true bo'lib qoladi. True bo'lib qoldi. If ni tekshiramiz. True false ga tengmi? Yo'q. Else ga kelamiz. Demak, n ning qiymatini chiqardi. Va bizning javobimiz n bo'ladi. Mana shu misolda xatolik bor ekan. Yoki teskarisini yozib qo'ygan. Kimda savol bor? Savollar bo'lsa beringlar, Telegramdagilar. Qo'yib ketasanglar, og'zingizni ochaman. Savol shu yergacha ikkita misol bo'yicha savollaringiz.
Hech kimda savol yo'q. Ardini ko'ray. Davom etamiz. Endi sal osonroq bitta misol olay. Yo'q, zerikib qoldinglar. Bu misollarning hammasi o'tgan attestatsiyada tushgan savollar. Savol borlar bemalol beraveringlar. Ketdik. A teng input. Aga butun son kiriting deb qo'ydi. Shartga e'tibor beradigan bo'lsak, pastda agar A o'zgaruvchining qiymati 9 bo'lganda dastur natijasini toping deyapti. Demak, bizda A ning qiymatini berib qo'yapti 9 ekan. If deyapti. Agar bir muddatdan keyin zoom tugaydi, qaytib qilasizlar. Agar A ning qiymati 9 kichik bo'lsa 7 dan 9 7 dan kichik emas. Ishlamaydi. Elif shart rost bo'lsa ishlaydi. Elif 9 kichik yoki teng 11 ga deyapti. 9 11 dan kichik. Demak, primary school degani javob bor bizda. Javob shu javob bor. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda yana bitta if bor. Buni ham tekshirishga majburmiz. If 9 kichik bo'lsa 18 dan debdi. 9 18 dan kichikmi? Ha, demak bundan keyin secondary degan javobni ham olishimiz kerak ekan. Agar ekran ko'rinmay qolsa, yozsanglar qarab qo'yaman. Chunki zoomga qarabman, ko'rmay qolaman. Savollar bo'lsa aytasizlar. Primary bilan secondary. Demak, bizda mana javobda turgan ekan. Keyingi savol. X o'zgarishning qiymati qanday bo'lganda dastur natijasi unga teng bo'ladi deyapti. Javob bizda 12 chiqishi kerak ekan. Javob 12. If B kichik yoki teng o'ndan deyapti. B ning qiymati demak o'ndan kichik bo'lishi kerak ekan. Kichik yoki teng o'n. Shu holatda bo'lsa, agar mana bu pastdagi qiymatdan mana bu qiymat bajariladi. Agar kichik bo'lmasa, mana bu qiymat bajariladi. Biz B ning qiymatini o'ndan kichik emas deb olib, bitta elifni tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda. Demak, x plus 3 teng 12. Chunki x ning qiymatini so'rabdi-ku, 12. X teng 9 chiqyapti. Xo'p, x 9 chiqdi. Mana bu shart yetib qo'yamiz. 9 0 dan kattami? Ha, mana bu shart bajariladi. Bunga qaraymiz. 9 bu ham bajarilyapti. 9 kichik o'ndan bu ham bajarilyapti.
Demak, B mana bu ekan, B ekan. B o'ndan kichik bo'lgan holatda tekshirishimiz kerak ekan. A'miz 0 dan katta bo'lsa, x'imiz 6 chiqadi. 12 dan 6 ni ayirib. Agar a'miz 5 dan katta yoki teng bo'lsa, x ning qiymati 7 chiqadi. Agar a'miz undan kichik bo'lsa, qayerda xatosi bor? Tepada yana bir narsa qolib ketganmi? Nimadir kam? Chunki 12 chiqyapti-ku. X ning qiymati 8 chiqyapti. Mana shu 3 ta holatda. Nimasida qolib ketganda misolda. Tepasida nimadir bor. Ustoz Bga qaysi nimadan hisobidan raqam beryapsiz Bga? Qarang, agar mana shu mana bu if bajarilishi uchun B ning qiymati kichik bo'lishi kerak bo'lyapmanda va mana buni tekshiryapman. 3 ta if bor bu yerda. 3 javob ham bajarilishi kerak. Mana bu bajarilmadimi? Bu bajarilish tekshirish kerak. Bu ham bajarilmasa bu bajarilish kerak. 3 javobdan ixtiyoriy bittasi aniq bajarildi. Undan agar kichik bo'lsa B ning qiymati. Bizga faqat bitta noma'lum x ning qiymati qanday bo'lganda deyapti-da. Lekin bu yerda ifdan boshlanib ketyapti. B nimaga berilgan? Hayronman. Keyin B ning qiymati 5 dan katta bo'lsa, mana bunga yetib qo'ysam ham javobimiz 9 chiqib qolyapti. Va bizda chiqqan javoblar 6, 7, 8 lar yo'qda javoblar. Shunga hayron qolyapman. X ning qiymati 12 bo'lganda mana shu yoqqa yetib qo'ysangiz chiqish kerak-da. 12 tenglik x ni qandaydir sonni qo'shib, yana x deb olyapti-ku. 2 ni o'rniga mana oxirgi javob 12 deb oldim. X plus 6 deb olyapman. Shunda x'imiz 6 chiqib qoladimi? Javobda yo'q. Mana bunga yetib qo'ydim. Agar a ning qiymati deyapti. A bilan b beryapti-da, lekin tepada yo'qda o'shanisi. Nima qaramay o'rganman. A ning qiymati qilib bu rost bo'lsa 12 tenglik x plus 5 bo'lishi kerak deyapman. Bundan kelib chiqadi x'imiz teng ketdimi? 12 dan 5 ketsa. Va if A'ning ham qiymati yo'q-ku ustoz. A'ning ham qiymati yo'q-ku. qani? A katta 0. Yo'q, agar a katta 0 bo'lsa deb shart qo'yapti-da, bu shart. A ning qiymati haqiqatan ham 0 dan katta demayapti. Bizga b bilan a ning qiymati yo'q hozir. Tushundingizmi? Bu ikkalasidan bittasi bo'lsa, mana bu misolda shu olamiz. Tushundingizmi? B yo'q, a ham yo'q. Agar bizga b ning qiymati 6, a ning qiymati 7 deb bergan bo'lsagina tekshiramiz. Birinchisiga kelamiz. 6 o'ndan kichikmi? Ha. Demak, mana shu 3 tadan bittasi bo'lishi kerak deb olamiz. Tushundingizmi? Keyin qaramiz. 7 0 dan kattami? Ha, bu bajarilsin. 7 5 dan kattami? Ha, bu bajarilsin. 7 o'ndan kichikmi? Ha, bu bajarilsin deb olishimiz kerak. Lekin bizga mana bu bilan mana bu yo'qda. O'sha uchun bu misolimiz Beriladi. bu misolimizda a bilan b qolib ketgan ekan. Ochib qo'yaman. A bilan b ning qiymati bo'lsagina bu misolni ishlab olamiz. Boshqa misol ham. X teng 0 bo'lsa, bu oson bo'ladi. 7 kichik yoki teng o'nga deyapti. Bajarildi, pastga tushamiz. B kichik yoki teng 0 dan xato, mana bu bajarilyapti, xullas, mana shu. 7 katta yoki teng 5 danmi? 7 katta yoki teng 5. Bu to'g'ri. Demak, 0 ga qo'shamiz 5 ni. Teng 5. Kim javob beradi? Men dastur natijasi 0 bo'ladi deb o'qibman-da. Dastur natijasi 0 bo'lsa, x qiymatini toping deb so'rayapti. O'yladi. Haqiqat.
Xo'p, keyingi savolimiz. Def fn. Def bu funksiyani e'lon qilish. Def mana fn yozilyapti. Bu degani fn nomli fn nomli funksiya yaratilyapti degani. Fn nomli funksiya yaratilyapti va ichidagi sikllar mana shular. Mana shu yergacha. To'liq hammasi ekan, hammasi. Prosedura funksiya prosedura ekan. A ning qiymati mana A teng virgul B tenglik 0 degani A ning qiymati 0 bo'lsin, B ning qiymati 1 bo'lsin degani. Print A bilan B ning qiymatini chiqarib deyapti. Xo'p, ketdi, chiqardi. Siklni beryapti. O'zi qaranglar, mana bitta javob, ikkita javob, uchta javob. Mana bu javob ketdi. Chunki print mana bu chiqargandan keyin 0 1 chiqadi deganimiz. Boshda 0 1 borligi to'g'ri javob degani. For e in range. For e in range EQN. N ning qiymati pastga so'rayapti. N mi kami? K deb ketyapti-da xolos. Shu K ga 5 qo'ysak, mana bu N ning qiymati ham 5 bo'ladi degani. O'zgartirib xato bo'ldi. Mana shu yo'lga kelsin degani. Keyin S tenglik yozma shuni yo'q o'zib ketdi. Mana ko'paytirib Nimaga endi K'ga tenglashtiramiz ustoz? fn deyilgan-ku. Mana Ha. bu yerda o'zi beryapti, shunga mana fk beryapti-ku. Fk deb chaqiryapti. Demak, n ning qiymati k ga teng bo'lsin degani. Tushundingizmi? Bu prosedura chaqiriladi faqat. Funksiya emas, funksiya bilan faqat mana bu yerda chaqirishda farqi bor. Agar printning ichida berilsa, funksiya biladi, to'g'ri o'zi chaqirsa, prosedura biladi. N'ning qiymati mana bu o'zi dasturimiz mana bu. Mana bu yergacha. Mana shu proseduramiz bor bizda. Bizga k ning qiymati shu bo'lsa, fk ni toping deyapti. Tushundinglar? K bilan n ning qiymati teng bo'lib, bu degani 5 degani. Mana. Chalg'itish uchun k deb o'zgartirib qo'yapti. Ketdik, yo'g'i bir xil ketadi. E ning qiymatlari necha bo'ladi? 2 bo'lishi mumkin, 3 bo'lishi mumkin, 4 bo'lishi mumkin, 5 bo'lolmaydi mana. Dastlab E ning qiymati 2 bo'lganda S tenglik A ga B ni qo'sh deyapti. Ikkalasini qo'shsam 1. Keyin A ning qiymati B bo'lsin deyapti. A ning qiymati B bo'lsin degani B ning qiymati 1 edi, 1 bo'lib qoladi A ning qiymati. A B ning qiymati esa C ning qiymatiga teng bo'lsin degani. Bu ham 1. C ning qiymati 1 ku. Bu ham 1 bo'lsa, hammasi 1 bo'lib qoldi va print C ning qiymatini chiqaradi. C ning qiymati 1. Demak, buning davomidan 1 bor. Mana, chiqadi-ku. Tepaga o'tamiz. E ning qiymati 3 bo'lganda A ga B ni qo'sh deyapti. E'tibor beringlar, A bilan B ning qiymati 1 demak qo'shganimizda endi 2 bo'lib qoladi. A ning qiymati B ning qiymatiga teng bo'lsin dedi. B ning qiymati 1 bizda. B ning qiymati esa C ning qiymatiga teng bo'lsin degani 2 bo'lib qolsin. Bizga lekin C ning qiymatini chiqaryapti. 2 chiqsin mana. 2. Keyingi safar E ning qiymati 4 bo'lganda A ga B ni qo'shyapti. A ning qiymati 1, B ning qiymati 2. Qo'shsak 3. Mana 3. Demak, A ning qiymati B ning qiymatiga teng bo'lsin. B ning qiymati mana 2 bizda. 2. B ning qiymati esa C ning qiymatiga teng bo'lsin. 4. 3. 3. Va C ning qiymatini chiqardi.
Bu chiqdi mana. 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3. Mana shu javob. Birinchi javobda ekan. Tushundinglar a? Bu funksiya bilan protsedura oldindan yaratilib qo'yilgan dastur. Bu bor dastur. Sizlar mana buni keltirib, f ning o'rniga har qanday mana k ning o'rniga a ni, x ni, z ni yozib, f o'sha yozgan o'zgarishlarni yozsanglar, mana bu dastur ishga tushadi. Chunki f bor-ku. O'sha dasturni k orqali ishlatadigan. Hozir mana bu yerda n bilan yozib qo'yaptilar, lekin k bilan ishlatadigan. K ning qiymati 5 degan-ku. 5 qo'yib ketasan, qayerda ko'rsanlar. Ketdi. Osonroq misol olyapman, chunki qiyinroq qo'llanadi. Kimlarda savol bo'lsa, beringlar, telefonga qarab qo'yasam. Ishlab turinglar, bitta qarab turing. Telegramda kimdadir savol bo'lsa, beringlar. Telegramda qo'llaringizni ko'tarsanglar, javob beraman savollaringizga. Ochaman o'zingiz savol berasizlar. Xo'p, mana bu yerda qaranglar endi. Ot degan so'z kelyapti va tenglik qilyapti. Demak, bu bizda o'zgaruvchi funksiya yoki metod emas. Chalg'imanglar va satr ichida ikkita qo'shtirnoq ichida yozilgan har qanday so'z, harf, raqam hammasi satr bo'ladi. Satr. STR. Satr bo'ladi. Qisqarmasi STR inglizchasida. Bu qoti shunga teng bo'lsa, x teng 0. For. Endi men boya x olib ketayotgandim, endi bizga y bo'lib kelyapti. Qotida bitta o'zgaruvchi oda agar y ga teng bo'lsa, x ning qiymatini ikkitaga oshiryapti. Ya'ni y ning qiymati qachonki teng bo'lsa y harfiga, o'shanda x ga 2 qo'yishyapti. X ning qiymati 0. Demak biz i'larni sanaymiz. Nechta i bor shuning ichida? Y teng i bo'lganda. Ya'ni bu nima bo'lyapti? Y ning qiymati bir marta L harfi bo'ladi. Keyin Y ning harfi I bilan bitta olib o'tadi. Y ning harfi F bo'lsa, shunaqa tekshirib ketaveradi. Y ning bo'lsa bo'sh joy bo'lsa, sizga aytaman. Ana Y ning qiymati I bo'lsa yoki I ning qiymati S bo'lsa, mana shu bitta olyapti. Mana L ni, I ni, F ni, Y ni, bo'sh joy I, S ana shunday ketyapti bu. Tushundinglar? Qachonki I ga teng bo'lsa, 3 ta holat bor bizda ekan. 4 ta. 1, 2, 3, 4. Birinchi holatda x ning qiymati 0 edi. X plus 2 0 bo'lsa, x ning qiymati 2 bo'lib qoldimi? 0 plus 2. Birinchida 2 chiqadi javob. Ikkinchi ida x ning qiymati 2 bo'lib qoldi endi. X plus 2 ni hisoblayapti-ku. 2 plus 2 4. Uchinchi holatda x plus 2 4 plus bilan x ning oxirgi qiymati olyapman. 6 va oxirgi 4 ta i borligi uchun 4 ta holat ko'ryapman mana. X plus 2 x ni 2 ga ortib ketaveradi har safar. 6 plus 2 teng 8. Mana. Shu misol bo'yicha kimda savol bor? Savollar bo'lsa beringlar.
Shuni qara. Bitta masalan 2 deb ustoz 2 deb olishimizga ikkinchi o'rinda kelgan life'dan L ikkinchi o'rinda kelganligi uchun 2 raqamni berdikmi? yo'q. Mana bu yerda masalan ikkinchi o'rinda y ning qiymati i ga teng deb qoldi-ku. Mana y qiymati i. Ha, shunday. Mana aynan teng bo'lsa agar mana bu shart bajarilsin deyapti. X tenglik Ha, keyin ikkita qo'shib. o'sha uchun x ning qiymatini oladi. 2 ni qo'shdim shunda. 2 chiqdi javob. Bizda endi x ning qiymati 2 bo'lib qoladi. Yana aylantirib keldi. Y ning qiymati mana bu kelganda 2 bo'lib qoladi. Agar berilgan satrni ichida i'lar soni 6 ta bo'lsa 6 marta aylanadimi shunda? Ha, 6 ta aylanadi. 6 marta aylanmaydi. Bu nechta harf bo'lsa hammasi aylanadi. Mana bu shartni qanoatlantirsa agar y tenglik Ha, aynan teng i ga bo'lgan shartda 6 marta i borligi uchun 6 marta ha, tushundim. keyingi safar 2 plus 2 bilan x ning qiymati oxirgi qiymati topib ketaverasizlar. 4. Keyin 4 Shunday endi javob nechi bo'ldi? mana oxir 4 ta bo'ldikmi? 4 ta i bor mana. 1 2 3 4. 4 ta bo'lganligi uchun 4 marta 2 ga qo'shildi. Ha, javob 8 ekan. Faktor. Tushundim. Rahmat. Xo'p, endi sal murakkab emas-u. Ichma-ich joylashgan sikl. Bunda nima qilamiz? Result demak tenglik qanaqadir belgi aytdim bu sizlarga. Qanaqadir so'z, raqam, qanaqadir so'z yoki harf kesib keyin tenglik kelsa bu o'zgaruvchi bo'ladi. O'zgaruvchining qiymati to'rtburchak qavs. Ya'ni bu list Pythonda list deb ataladi. List deb ataladi. For x in a b deyapti. For x in boya aytdim qanaqadir o'zgaruvchi boshqa kelishi mumkin deb mana shu narsa kelishi mumkin. Keyingisi for y in cd. Bu nima degani? Ichma joylashganda. Result qo'shib ket x ning qo'shganda. Mana bu yerda append degan so'z bor. Bu boya aytdim qanaqadir so'zu keyin orqasidan nuqta kelsa. Mana result nuqta append x plus y. Result degan o'zgaruvchi keladi. O'zgaruvchiga append qo'sh degani. Satrning ichiga mana listning ichiga joylashtir degani. Mana bu listni mana ochib qo'yaman. Mana. Agar shartlarimiz rost bo'lsa, x ni y ga qo'shib mana bu yerga yozib ket. X plus y ning qiymati 5 chiqib qolsa masalan 5 yoz. Yana siklimiz aylanib keldi, rost chiqib qoldi. Yana x ga y ni qo'sh, endi keyingi safar 7 yo'q bo'lsa 7 yoz. Shunday bo'lib ketadi. Mana list ochib qo'ydim hozircha. Buni tushundim. Append metodining vazifasi demak o'sha listga ma'lumot qo'shish ekan. Tushundinglar? Endi ichma-ich siklni tushuntiraman. Ichma-ich sikllar 1 deb qo'yasiz tushunishlaring uchun. Bu birinchi sikl. Birinchi sikl, bu ikkinchi sikl. Birinchi siklimiz va tashqarida turgan siklimiz, birinchi turgan siklimiz bir marta ish bajarganda, masalan, x ning qiymati 1 marta a, 1 marta b bo'lsin deyapti-ku. A bo'lganda mana bu sikl, ikkinchi siklimiz to'liq tugashi kerak. Tushundinglar? Necha marta aylantirish kerak bo'lsa, shuncha marta aylansin degan. Tushuntiraman. X teng a bo'ldi, olib o'tdik. Ikkinchi siklga o'tamiz. Y ning qiymati c bo'lsa, result append x ga y ni qo'sh degani. Mana buning ichiga ikkalasini qo'shsam nima bo'ladi? A ga c ni qo'shsam a c bo'lib qoladi. Mana a c. Satr-ku. Mana shu yoziladi.
AC. Very good. Keyingi safar yana y ning ishi bajariladi. Y teng d bo'lsa agar a ga x ga y ni qo'yish. A ga d ni qo'shib bo'ladi endi. A d. Ichkaridagi sikl ishni tugatdimi? Ikki marta aylantiramiz. D dan keyin hech narsa yo'q. Tugatgandan keyin endi yana tashqariga chiqadi. X ning qiymati b bo'lsin deb deyapti. X ning qiymati b bo'lganda mana bu yana to'liq aylanish kerak. Y ning qiymati c bo'lsa, x ga b ni qo'yish. B ga c ni qo'shsam, b c. Satr bo'lganligi uchun ketma-ket yoziladi ustozlar. Raqam bo'lganda qo'shiladi. B c. Endi yana y-imizda yana bitta sikli bor. Y tenglik d bo'lgan holatda aytyapti x ga y ni qo'yish. B ga d ni qo'shsa b d. Mana birinchi nokta. Tushundinglar-a? Birinchi sikl bir marta aylanganda ichkaridagi ikkinchi siklimiz to'liq aylanishi kerak. Bunda ham mana birinchi siklda ikkita aylanish bor. Ikkinchi siklimizda ham ikkita aylanish bor. Aytyapmiz. Birinchi sikl bir marta ishlaganda bu ikki marta ishlansin, yana bir marta ishlaganda yana ikki marta to'liq ishlansin. Ikkita-ku. Masalan, unday qilamiz. Birinchi siklimiz enter, ikkinchi siklimiz enter. Aylanishda siklday bo'ladi. Bu degani n degani mana bu yerda bir nechta AB ning o'rniga juda ko'p sonlar bor. CD ning o'rnidan juda ko'p sonlar satr bor deylik, satrda endi qo'shilishda satr bor. Enter. Bu bir marta bajarganda bu m marta sikl aylantiradi. Bu ikkinchi marta sikl aylantirganda bu yana m marta sikl aylantiradi. Bu 3 marta, uchinchi marta sikl aylantirganda bu yana m marta aylantiradi degani. Va hokazo bu n marta sikl aylantirganda bu yana n marta to'liq aylantiradi. Bu degani bu bir marta aylandimi, bu to'liq aylanadi. Ikkinchi marta aylanadimi, yana to'liq aylanadi. Uchinchi marta aylanyaptimi, yana to'liq aylanadi. Eng oxirgi marta aylanyaptimi, yana shuncha marta aylantiradi. Oxirigacha aylanishi kerak ikkinchi sikl. Ichkarida joylashganligi uchun. Qachonki ichkaridagi siklimiz ishini tugatsa, keyin yana tashqariga chiqib olasizlar. Ungacha chiqib olmaysizlar. Mana bu yerda ustoz ekmeni birinchi Ha? uchiribsizmi? Ha, ayting. Birinchi ana bu for x in teng a b deb qo'shtirnoq olingan, keyin bu yerda x teng a deb bo'lishmi? Birinchi bittasi a, ikkinchi bittasi b deb bo'linadimi? Qaytib aytasiz misolingizni tushunmay qoldim. Ana shu hozirgi misolni ana qizil flomaster bilan yozganku siz. Ana birinchi holatda x in qo'shtirnoq ichiga a b satr bo'lib kelyapti. X teng a, ikkinchi bittaga x teng b ni oladi. Birdaniga a bilan b ni olmaydi, shuni har bittasi alohida oladimi? Alohida oladi. Bir marta a ni, keyin ikkinchi marta b ni oladi. Chunki satrda bu satrda bitta oladi. Ha. Xo'p. Xo'p, keyingi misolimiz. Def f'ing. Ana endi e'tibor qiladigan bo'lsak, boya to'g'ridan to'g'ri mana bu yerga f a mi, fk deb boya berildi. Printning ichiga emas, to'g'ri to'g'ri berildi. U payt o'sha protsedura deb nomlanadi. Bizda mana bu endi funksiya bilan, chunki print bilan chaqiryapti. Print bilan chaqirsa, yozib qo'yaman mana bu yerga. Print bilan chaqirilsa funksiya deb nomlanadi. To'g'ridan to'g'ri o'zi chaqirilsa protsedura deb nomlanadi. Mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Boshladik. Def f'ing. Demak, bitta funksiyamiz bor ekan. Mana return degan
return qiymat qaytaradi. Returnning oldida nima turgan bo'lsa, shuni qiymatini qaytaradi. Mana returnning oldida s turibdimi? S ning qiymatini qaytaradi. Agar raqam turgan bo'lsa, raqamni qaytaradi. Tushundinglar? Return qiymat qaytaradi degani. Ya'ni printni sal nima deydi? Eskiroq variant deydimi, funksiyasi kamroq variantda qiladigan ishini. Chunki printning ichiga arifmetik amallar nimalarni bajarsam bo'ladi, returnda sal kamroq amallar bajarsam bo'ladi. Shunday. Printning ukasi xullas. Print aka, return uka. Xo'p, dasturni ichi shu ekan, aytyapti. A ning qiymatiga 2024 kirgiz deyapti. Demak, bizda hozir n ning qiymati a ga teng bo'lsin degani. Ya'ni 2024 bo'lsin deyapti. S tenglik 0. N ning qiymati 0 ga teng emas. Boya aytdim. Unda tenglik belgisi esa teng emas. Ya'ni 2024 soni 0 ga tengmi, teng emasmi? Teng emas. Demak, shart bajarilyapti. Sikl ichiga kiramiz. S tenglik n ni o'nga bo'lib s ga qo'sh degani. Qo'llig'i bo'lib. N ni a ning qiymati 2024 ni o'nga bo'lsak, qoldiq 4. Qoldiq 4 bo'lsa, s ning qiymati 4 bo'lib qoladi. S ga qo'shyapti. 4. Pastga tushamiz. N ni o'nga bo'lib butun qismini ol. 2024 da o'nga bo'lsam, butun qismi 202. Oxirdagi raqam bitta tashlab ketiladi butun qismida. Tepaga kelamiz. 2202 teng emasmi 0 ga? Teng emas. Pastga tushamiz. S tenglik 4 ga endi mana bu s plus tenglik n ni qoldiqli bo'lsak o'nga degani s tenglik s plus n qoldiqli bo'lish n degani. Ya'ni mana bu ifodaning qiymatini topasizlar, s ning oxirdagi qiymatiga qo'shib ketib, yana s deb olasizlar degani. Shu. S ning qiymati 4 edi, 202 ni o'nga bo'lganda qoldig'imiz 2. 6 chiqdi. S ning qiymati 6. Endi 202 ni o'nga bo'lganda butun o'nga bo'lsak butun qismi 20. 20 to'g'ri. Demak, bu yerda 6 plus mikrofon ichi bilan 6 plus 20 ni o'nga bo'lganda qoldiq. Qol bo'ladi. 6 ning o'zi. Pastga tushamiz. 20 ni o'nga bo'lganda butun qismi endi 2. 2 ni aytib qo'yamiz. Mana s ning qiymati mana bu yerda. S tenglik oxirgi qiymati 6 edi. Plus n ning qiymati 2. Shuni qoldiqli bo'l o'nga. Qo'ydi. Qoldiq 2 bilan mana bu yerda. Kichik sonki o'sha uchun 8 6 ga qo'shsam. Demak, s ning qiymati 8 deb qoldi. N ning qiymati 2 ni tekshirdimmi? Qaysi keluvdimiz? 2 ni tekshirib keldimi? 2 teng emas 0 deb mana bu yerga yozsangiz qildi. 0 edi. Keyin tekshirib keldim. Demak, oxirgi qiymat 8 bo'ladi. Kimda savol bor? Savollar bo'lsa beringlar. Hech kimda savol yo'qmi bugungi darsimiz bo'yicha? Shunga ustoz misol tashlab qo'ysangiz, biz videosini ko'rib yana bir marta takrorlab olardik. Bo'ldi, zapis tashlab qo'yaman, misollarni tashlab qo'yaman.